Satuvimizda podpisçilərimiz üçün, xuda xalasa Kia qaraburganlar üçün Kia K5 maşini bo'ladi. 23-cü ildə ishlab chiqarilgan. Mana bilsangizlar 6 xil pozitsiyasi bor. Bu 5-ci pozitsiyasi. Eng full GT line'dan bir pozitsiya past. Demak, qilingan ishlar yumshoq balon qo'yilgan. İçine pol 2 taş algan, 360, 5 kulçoyda tutup 2 elde eşkinde bu. Elektronik sidenya mi? Elektronik sidenya. Xullas Abduf Abagrev rulları kızadı. Hamma vazi bu. Arkalar ham keng, garantiyaları bilan beriladi. Mashinali 29.000 kilometr yurib turibdi. Hech narsa yurmagan, top-toza mashin. Radnoy kraskada. Zapaskalari, domkratlari ishlatilmagan bu narsalar ham mo'jiz zavozga qo'ydiribdi. Narxi 325 million so'm, barter, nalichi, kredit variantlarimiz bor. Galib olaverasizlar, 325 million so'm nalichi bo'lsa kelishtirib beramiz. Ustida savdo etsangizlar bo'ladi. Qo'shko'pir avtomarketda sotuvda turadi mashinamiz. Sizlar uchun yana like, podpiska bosib ko'rib boraverasizlar. Hammaga shunday yaxshi mashinalarni nasib etsin. Rahmat.